Yiringli ugrilarni kechish qiyin. Birinchidan bu ichki organlarni ta'sirida. Agar ЖКТ, желудочно-кишечный trakt normada ishlamasa, agar dieta ushlamasa, nerv tolalari tajang bo'lib, nervni odam bo'lsa, yiringli toshmalar yana ham ko'payib ketadi. Furunkulozga aylanib ketishi mumkin. Uni kechishi juda ham qiyinki, aynan ichki tarafdan davolanmay turib, ustki tarafini qilaversa, u yiring ko'payaveradi. Ichidan oldin davolash kerak. Ichidan davolab turib, keyin уже kosmetologik protsedura. O'sha chistka, piling, apparatniy kosmetologiya, Vivim degan apparat bor, juda ham yaxshi. Ugrevoya sipni lecheniyasini qilib beradi, profilaktikasini qilib. Uni chistka qilgandan tashqari, unga rekomendatsiya yozish kerak, lecheniya yozish kerak. Faqat chistka piling qildim deb qo'yib bo'ldi, zo'r bo'lib ketadi degani emas. Yo'q, конечно, uyda ham parvarish qilish kerak. Uning uchun men propisatsiya qilaman, mam dorini qilasan, surasan, ichasan, kapelnitsa olasan. Plus chistka anaqada. Remissiya paytida sal bosilgan qizarishlar, yiringli toshmalar sal bosilgandan keyin chistka qilsa to'g'ri bo'ladi.